Uy sharoitida ideal San Sebastian cheesecake nech pulga tushishi sizga qiziqmi? Ko'chada bir bo'lagini taxminan 30 mingdan 60 ming so'mgacha sotishadi. Bitta butuni esa 300 mingdan 500 ming so'mgacha aylanadi. Men esa bu mazali ideal cheesecake uchun bor yo'g'i 90 ming so'm xarajat qildim. Siz videoga like bosing, haqiqiy turklarni San Sebastian cheesecake'ni birgalikda tayyorlaymiz. Idishimizga taxminan 700 gram tvorojniy sirni o'lchab solamiz. Bu taxminan 40 ming so'm. Ustidan 180 gram shakar solamiz. Bu taxminan 3 ming so'm. Bir xil massaga kelgunigacha oddiygina venchikda yaxshilab aralashtiramiz. Uy qaymog'i yoki 45% qaymog'imizdan solamiz. Bu taxminan 30 ming so'm. Yaxshilab aralashtiramiz va ustidan 5 dona tuxumimizni solamiz. Bu taxminan 6 ming so'm. Qo'lda aralashtirishga erinsanglar, mikser yoki blenderdan foydalansanglar bo'ladi. 2 osh qoshiq kukuruznik kraxmal va ozginagina vanilin solamiz. Taxminan 10 ming so'm. Qumoqlari ketgunigacha yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor bo'lgan massamizni esa 2 qavat pergament solingan qolipimizga to'kib olamiz. Men 20 diametrli qolip ishlatdim. 250 gradusda qizigan duxovka pechimizga bor yo'g'i 30 daqiqaga yuboramiz. Ichlari shunaqa liqillab turadi. Avval xona haroratida sovutamiz, so'ngra bir kechaga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Cheesecake sevadigan inson sifatida shuni ayta olamanki, mana degan restoran, kafelardagi cheesecake'ni yo'lda qoldirib yuboradigan, shiralari me'yorida, o'rtalari shunaqa kremga o'xshab chiqadigan eng ideal San Sebastian cheesecake tayyor bo'ldi. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun tezda saqlanib olib, menga podpiska bo'ling. Kanalimda bundan ham foydali video retseptlar bor. Kimga jo'natishni o'zingiz yaxshi bilasiz. Yoqimli ishtaha.